Assalomu alaykum. Biz kuzatayotganimizga bugun Samarqand mashina bozoriga mashina obzorlaridan olishga harakat qilamiz. Mashina narxlari bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Siz kommentariyada yozib qoldirib keting. Narxlar ko'tarildimi yoki tushdimi? Qaysi mashinani obzorlarini ko'proq olishimizni so'rasangiz, o'sha mashinalarni imkon qadar qo'ldan kelgancha o'sha mashinalarda obzorlarini olishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin aytamiz, videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Videomiz yaxshi bitta like bosib, podpisatsiya bosmasdan turib izlayotgan bo'lsangiz, podpisatsiya knopkachalarini ham bosib qo'ysangiz, yanagi videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin. Kimda kim mashina olmoqchi yoki sotmoqchi bo'lsa, bu yerda Instagram, Telegram kanallarimiz silkalari chiqadi. O'tib podpisatsiya bo'lib qo'ysangiz, bemalol ko'rib olishingiz ham mumkin. Bemalol o'z mashinangizda reklama qilib, bepul qo'yib sotishingiz ham mumkin, ko'rib olishingiz ham mumkin. Bugungi sanamiz 9-noyabr 2025-yil. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa, yana bir bor uzr so'raymiz va video obzorimizni qanunda boshladik. 2024-yil Cobalt 43 ming yurgan, 11900 ga savdo bo'lib sotildi. 2024-yil Cobalt mashinasi balon holatlari yangi holatda turibdi. Bu berkalar ham 2024 deyishdi. Motorlarni ko'radigan bo'lsak, hali gaz qo'yilmagan benzinda mashina, avtomat, kraskalar top-toza deyapti. Qancha yurdi deyapsiz? 7 ming aka. 7000 provik deyapti. Hadoylar cho'tga unda? Proviga ham toza-ya? Proviga. Proviklar top-toza deyapti. Hamma joy cho'tki holatda turibdi, ideal holatda, avtomat 7800, past 8000 yuribdi. Ya'ni ham provigini bitta tekshirib olasiz, kraskalarni tekshirib olishingizni tavsiya qilamiz. Ichki qismini ko'radigan bo'lsak, salondan qanday chiqqan bo'lsa, shu holatda turibdi. Magnitofonlar bor. Bagaj qismini bitta ko'rib boramiz. Bagaj qismlari keng holatda turibdi, zapaskalar ham joyida turibdi. Yana ham kraskalarni bitta tekshirib ko'rib olishingizni tavsiya qilamiz. Nomer olingan-a? Olingan. Nomerlar olingan. Balonlar o'zining radniy balonlarida saka diskasi bilan turibdi. Xo'p. Berkalar ham 2024 ta. Tix pasport ham desangiz 2024, to'g'rimi? Tix pasport 23. 22-24 unda, to'g'rimi? Mana 2023-2024-yil. Sotildimi aka? Cobalt mashinasi sotildi. Xo'p. Berkasi? Mana 24, payqab qo'ygan 24. Berkalarni ko'radigan bo'lsak 24. 26-dekabr chiqqan. Ha, 2024-yil, 2023-yil 26-dekabrda Tix pasport 23, berkalar 24. 2022-2024-yil Cobalt mashinasi. Narxini qancha deyapsiz aka buni? Narxini 12200 aytdi. 12200 deyishyapti ekan. Bo'ladigan joy qancha qilib berasiz? Qanchalar o'tib berasiz aka? O'tib beramiz, telefon qilsin. 12 dan pasabetami o'tmaymi? 12 o'zini qilib beramiz. 12 ni o'ziga 11800 larga bitami o'tmaymi? 11900 naqd sanasa. 900 qilyapti o'zi berganmiz. Qilyapti. 11900 naqd sanasa berak. Yo'q, yo'q. Bizdan keladigan ishlarga. 12 bo'lsa, oxiri 12 mi? Agar bitta joyidan muammo chiqsa, boshini yarim puliga avtomat qilib beraman. Kraska yoki defekt chiqsa, Bitta kulish tekkan joyi bo'lsa, yarim puliga avtomat qilib beraman. Yarim puliga oformat ham o'zingiz bo'yingizda. Agar kilish tekkan joyi bo'lsa, deyapti, oformatsiya ham o'zimda, mana shu aytgan narximdan 12000 dan yarimiga oformat qilib beraman deyishyapti. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mashinani yana ham tekshirib olishingiz mumkin. Telefon nomerlaringiz? 93lik 352 352 54 54 53. 53. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Nasha savdosini ham qilsa bo'ladi-ya. 10 kungacha. 10 kun, 1 oygacha-da, to'g'rimi? Uzog'i. Avtokredit ham qilib beramiz. Avtokredit ham qilib beramiz. 10 kun, 15 kun nasiya savdosi ham bor, to'g'rimi? Bor. Gap desak bo'ladi. Oq Elegant Plus Jintra mashinasi eng oxirgi pozitsiyasi stidalliklari bilan, avtomat korobka diskalari bilan, balonlari yangi holatda turibdi. Mashina pastgacha holatda deyapti. Ya'ni o'zingiz uchun tekshirib ko'rib olishingizni tavsiya qilamiz. Motorlarni ko'radigan bo'lsak, 4-paklangan metallari bor, avtomat korobka. Motor zashniga ham qo'yilganmi deyman? Bor aka. Sozlashliklari ham qo'yilgan. 4-paklangan gazi. Qancha yurdi deyapsiz? 58. 58 ming. Motorlarda ayb yo'q-a? Hadoylari ham cho'tka. Hadoylar zo'r. Hadoylari ham zo'r. Chexollari ham zo'rdan qo'yilgan ekan. Boya qilinganmi? Shumka qilinganmi? Shumkasi yo'q. Shumkasi yo'q-a? Xo'p, poliklar gibrid poliklar tashlangan, qimmat chexollardan qo'yilgan. Xo'p, avtomat, magnitofonlar qo'yilgan.
Torpeda chexollari qo'yilgan 58200 yuribdi. Xo'p, torpeda chexollari ham bor ekan. Xo'p, boshqa qo'shimcha jihoz ko'rmadik, video registrator ham qo'yilmagan. Sizning qizdirgichlar bor. 58. Xo'p. Yo'q aka. Xo'sh. 90 ta metan gazlari bor. Zapaska balon ключ hammasi joyida turibdi. Mashinani yana ham tekshirib olishingizni tavsiya qilamiz. 58000 yurgan hadoylar agar toza bo'lsa, bu yerda ozgina tirnalgan joylari bor. Yurgani toza bo'lsa, hali hadoyiga kelmaydi. Aka sanlar Bitta buni ovraydi. Xo'p. Kraskalar toza-ya? Kraskalarni. Kraskalar top-toza deyishyapti. Yana ham o'zingiz uchun tekshirib, praviga, motori, hadoyini hammasini bitta tekshirib olishingizni tavsiya qilamiz. Narx qancha ekan? 12000 so'rayapsiz. 12000 so'rashyapti ekan. Bo'ladigan joy qancha qilib berasiz? Beraman aka birovni. Qanchalar o'tib berasiz? 100 ni o'tib beraman. 100 ni o'tib berasiz. 11900 deyapsiz, to'g'rimi? Katta baho. Undan pasabidan bitmaymi? Qanchadan? Undan pasiga. Undan deysiz. Yo'q, 11900 dan pasabidan bitmaymi? Telefon. 11500 narx sanasabidan bitmaymi? 11600. Qancha so'rayapti aka? 800 so'rayapti bozor. 800 ga bermaganingizga berasizmi aka? Bugun bozor sotilmasa. Telefon qilsa gaplashamizda, kunga qiziqsa bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Bizning kanalimizdan kelsa 11800 ga nasib qilsa, xudo xohlasa berishadi. Telefon nomerini aytsangiz. 93lik 93lik 352 252 54 54 53. 53 kimga qiziqsa bemalol aloqa qilib xarid qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldirdik. Narsa savdosini ham gaplashsak bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi. Uni ham gaplashsak bo'ladi. Kimga qiziqsa bemalol aloqa qilishingiz mumkin. 2019-yil Cobalt mashinasi balon holatlari ideal holatda, o'rtacha holatda turibdi. Xo'p, oddiy diska kalpator taqib qo'yishgan. Kraskasi qanday ekan? Toza 100%. 100% kraskalar toza deyishyapti. Metan 3-paketdan qo'yilgan. Mexanika. Xo'p, klapan qilinmagan-a? Yo'q. Qancha yurdi? 64 ming yurgan. Hadoylar qanday? Hadoylar zo'r. Hadoylar ham chakka deyishyapti. Ya'ni o'zingiz uchun hadoyning kraskasini parametrlargacha tekshirib olishingizni tavsiya qilamiz. Oynalar elektron, lilonim qilingan pollik tashab qo'yilgan. Xo'p, chexollari bor, arzonroq bo'lsa ham magnitofonlari bor. Xo'p, yurgani 64500. Xo'p, boshqa qo'shimcha jihoz ko'rmadik mashinada. Xo'p, bagaj knopkalar qo'yilgan. Mashina orqa tomonidan ko'rsak, xo'p, 80 talikmi bu? Ha, 80 talik metan gazlari bor. Zapaskalar bor. Xo'p, mashinani bu tomondan ko'rinishini ko'rsatamiz. Hadoylarni aytdik. Kraskalarini, hadoyini, plus praviklarni tekshirib olishingizni tavsiya qilamiz. Narx qancha ekan aka bu? 10200 so'rayapmiz aka. 10200? 10200 so'rashyapti ekan. Bo'ladigan joy qancha qilib berasiz aka? Undan pasabidan bitmaymi? O'tib beraman aka. Undan pasa bitadi-ya. 9500 narx sanasabidan bitmaymi? 9700. Qancha qilyapti bozor aka? 9700 750 gacha so'rayapti. 750 gacha ham so'radi, to'g'rimi? 9800 bo'lsa bitadi, to'g'rimi? 9000 oxiri 9800 bitadi. Kimga qiziqsa bemalol qilishingiz mumkin. Telefon nomerini qoldiramiz. Biz so'ramagandan so'rab savdosini qilib, yana ham kraskasi, hadoyi hamma narsasini bitta tekshirib olishingizni tavsiya qilamiz. Telefon nomerini aytsangiz. 93lik 352 54 54 53 kimga qiziqsa bemalol qilib xarid qilishingiz mumkin. Nasiya savdosini ham gaplashsak bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi. Avtokreditlar ham bor. Bor. Avtokreditlar ham bor. Nasiya savdosini gaplashsak ham bo'ladi. 2015-yil Jintara mashinasi balon holatlari yangi holatda turibdi. Oldilari, xo'p, orqalari o'rtacha holatda ekan. Xo'p, kraskasi qanday ekan? Kraska 3 ta detalda bor, yuzda qismida yechilmagan. 3 ta detalda kraskalari bor, yuza qismida deyapti. Avislari bor, xo'sh. Konditsioneri bor, mexanika korobka. Xo'p. Gaz qo'yilmagan-a? Yo'q, Umuman qo'yilmaganmi? Gaz umuman qo'yilmagan. Xo'sh. Hadoylar qanday ekan? 100% javob. Hadoylarga 100% javob deyapti. Shumka bo'lmagan. Yo'llarga kojadan qilib qo'yishgan. Oynalar elektron. Xo'p, chexollari bor. Xo'sh, eskicha rollardan eskicha toblar. Yurgan bitta ko'rsak. 173 ming yurgan, agar halol bo'lsa, harom bo'lsa bilmadim. Pianer magnitofonlar qo'yilgan originalidan. Xo'sh, praviklarni tekshirib olishingiz so'rab qolamiz. Pravikning kraskasi. Qayerlarda kraskasi bor ekan? Kapot yuzda qismi krila, zadni krilalar bor. Bunisida? Mana bunisida kralasida, zadni kralasida kraskasi bor ekan. Xo'p. Zapaskalari bor.
Xo'sh, gaz qo'yilmagan deyishdi. Nimaga bunday yopildi? Bir nima ilashib qoldimi, nimadir bu nima bo'ldi? Xo'p, mashina orqa tomonidan qilingan ishlari. Bagajingizga bir nima ilashib qoldimi, yopilmay qoldi? Xo'p, mashinaning bu tomondan ko'rinishini ko'radigan bo'lsak, mana shu holatda. Aka, bitta kraskalarni aytib bersangizmi? Markerlasda kraskasi bormi? Bu bilan kapotda. Ustidan narsa tushgan uchun, prosta qirilgan uchun sepilgan, ichiga o'tmagan. Ha, ishlarga o'tmagan deyapti. Prosta qirilib ketgan, yechilmagan ham deyapti. Ustidan sepilgan. Xo'p. Hadoy zo'r deyapsiz-a? Motor ochilmagan-a? Klapin bo'lgan. Klapin qilingan. Klapin qilingan motorlar. Xo'p, hadoylari zo'r deyishyapti. Boshqa yerda aybi yo'q. Yana tekshirib olsa bo'ladi. Tonirovkasi yo'q oldida. Old tonirovkalari yo'q. Narx qancha ekan? 8000. 8000. Bo'ladigan joyga qancha qilib berasiz? 7,5. 7,5. Bozor qancha qilyapti? 7200. 7200 larga bitami? 7400 naqd bitami? 7400 larga gaplashamiz-da. Kunga qiziqsa bemalol qatnashishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldiramiz. So'ramachilardan so'rab, savdosini qilib, yana ham tekshirib ko'rib olishingizni tavsiya qilamiz. 94lik 181 04 24. Kimga qiziqsa bemalol qatnashib xarid qilishingiz mumkin. Gentra mashinasi 2015-yil 7400 ga nasib bo'lsa bitta savdosi. 2018-yil Gentra mashinasi balon holatlari oldi va orqasi o'rtacha holatda. Bitta mana shu karinkasida kraskalar bor ekan. Qolgan joy toza deyishib, yana tekshirib olishingizni tavsiya qilamiz. Xo'p, metan gazlari bor ekan, 3-pakalini, xo'p, konditsioner bor, abislar bor, mexanika garovka. Kraskasini aytib o'tdim. Hadoylar qanday? Hadoyiga 100%. 100%. Klap qancha yurgan? 138. Klapin qilingan-a? Yaqinda. Yaqinda klapin qilingan. Xo'p, mashinaning holatini ko'rib turibsiz. Chexollar qilingan, yaxshi. Bu evakuatorliklar tashlab qo'yilgan. Bu sizning qidirishlar bor. Eskicha magnitofon. Yurgani 138 ming. E'tibor bermayapman, yevro variant menimcha bu. Yevro variantmi aka? Yevro variant. 100 talikmi metan? 100 talik. 250 kilometr yuradi. Shu 8 to'xtatdi. 100 talik metan mashinani orqa tomonidan ko'rinishdan bitta ko'rsatib o'ramiz. Hadoylar cho'tka? Hadoylarga ham 100% javob deyapti. Hadoy praviga kraskasini bitta tekshirib olishingizni tavsiya qilamiz. Xo'p, narx qancha dedingiz buni? 9200. Bo'ladigan joyga qancha qilib berasiz aka? 8600 ga bermam, qo'shsa beraman. 8600 ga bermay turibsiz-a? 8600 ga bermadik deyapti, qo'shsa beramiz deb. Bermaganingizga bering, bugun bozor sotilmas aka. Qancha qo'shsa berasiz aka? 100 qo'shsa berasizmi? 8700 ga bitta, to'g'rimi? 8700 larga bitta nasib qilsa, kimga qiziqsa bemalol qatnashishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldiramiz. So'ramachidan so'rab, savdosini qilib, yana ham tekshirib ko'rib olishingizni tavsiya qilamiz. Telefon nomeringizni aytsangiz. 94lik 94lik 181 181 04 04 24. 24. Kimga qiziqsa bemalol qatnashib xarid qilishingiz mumkin. Nasiya savdosini gaplashsak bo'ladimi? Ozmoz yetmagan kutamiz. Ozmoz yetmagan bir oygacha kutib turamiz-a. Bir oygacha nasiya savdosi ham bor. Kimga qiziqsa bemalol qatnashishingiz mumkin. 2022-yil Cobalt mashinasi. Xo'p, oddiy o'zini raddiy balonlari turibdi-ya. O'zini raddiy balonlarda sakadiskalari bilan turibdi. Kraskalar top-toza deyishyapti. Qancha yurdi dedingiz? 60 ming yuribdi. Xo'p. 3-paketda propan gazlari bor. Xo'p, avtomat, habis tormozlari bor, konditsionerlar bor. Kraskalarni ham bitta tekshirib olishingizni tavsiya qilaman. Hadoylar qanday aka? Hadoylar ham zo'r deyishyapti, ham tekshirib olishingizni tavsiya qilamiz. Xo'p. Oynalar elektronni, xo'p, evakuatorliklar tashlangan, chehollari qilingan, monitorlari bor, 60200 yuribdi. Mashina ichki holatini ko'radigan bo'lsak, ideal holatda turibdi. Xo'p. Bagaj knopkalar qo'yilmagan. Nima deysiz? Kalitda shuna. Xo'sh. Propan gaz tabletka nechtalik aka bu? Nechtalik? Shuni ayting. Mana shu nechtaligini aytsangiz bu? 45 talikmi, 47 talik propan gazlar qo'yilgan, zapaskalari bor. Bagajlar cho'tka ideal holatda turibdi. Rol chehollari ham bor ekan. Torpeda chehollari ham bor ekan. Xo'p, mashina orqa tomonidan ko'rinishidan ko'rsak, kraskasi toza deyapti. Praviga 60 ming. Ya'ni ham praviga bilan kraskasi hadoyim bitta tekshirib olishingizni tavsiya qilamiz. Xo'p, narxi qancha aka buni?
Oxiri 10200 a? Bo'ladigan joy. Ha, 11200 mi? Oxiri bo'ladigan joy shumi? Undan pasab bitmaymi? Bozor qancha qildi aka? 11000. 11200 naqd sanasa bitsin aka. Gaplashamiz. 11200 larga gaplashamiz. Kimga qiziqsa bemalol aloqa qilib chiqishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldiramiz. So'rovnomadan so'rab savdosini qilib, yana ham tekshirib ko'rib olishingizni tavsiya qilamiz. Telefon nomerlaringiz aytsangiz. 91lik 525 13 kimga qiziqsa bemalol aloqa chiqib xarid qilishingiz mumkin. Cobalt mashinasi ideal holatda turibdi. Xo'p, yana ham nasl savdosini ham gaplashsak bo'ladi-ku. Toshkentga nomer ekan, dokumentlar qayerdan bitta? Samarqanddan bitta. Dokumentlarda muammosi yo'q deb Samarqanddan bitta generalni ham beraverasiz. Faqat promoy oformilami? Promoy oformila bo'ladi, dokumentlari mana shu yerdan bitadi deb nasl savdosini ham gaplashsak bo'ladi deyishdi. Bemalol aloqa chiqib xarid qilishingiz mumkin. 2009-yil Lacetti mashinasi, balon holatlari o'rtacha holatda, oldi va orqasi sakadiskalar chiroyli ustidan qo'yib qo'yishgan. Kraskasi qanday aka buni? Kraskasi ikkita kalinkasi bor. Ikkita kalinkasida kraskasi bor, qolgan joyi toza deyapti. Ya'ni o'zingiz uchun tekshirib olishingizni so'rab qolamiz. 1.8 motorlar. Xo'p, mexanika korovka, konditsioner bor, ABS qirmizlari bor. ABS konditsionerlar ishlab turibdimi aka? Hammasi ishlab turibdi. Dehqonmi, tirikchilikmi aka? Dehqondan mashina so'raganlar uchun bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Xo'p, ichki qismini ko'radigan bo'lsak, oynalar elektron, polniklar tashab qo'yilgan. Xo'p, test monitorlar qo'yilgan. Xo'p, orqaga qo'shimcha kalankalar qo'yilgan. Gaz orqada tonirovkalar ham yo'q. 259 ming yurgan. Ikki yonboshda, orqada ikki yonboshda tonirovkasi bor ekan, lekin ya'ni zashtasi kam. Xo'p, chexollari bor. Xo'p, kraskasi hadoyi, probeklarni bitta tekshirib olishingizni tavsiya qilamiz. Metan gazlari bor, 90 talik zapaskalari bor. Dehqondan mashina olaman deydiganlar uchun bemalol aloqaga chiqsangiz, haqiqiy dehqonning mashinasi. Xo'p. Kraskasi toza deyapsiz-a? Kraskasi chiqib qolsa? Javobi, o'zingizniki oldindan o'zingiz mingapsiz. Bir qo'lmi? Ikkinchi qo'l mashina deyapti. Kraskalari toza, javob deyapti. Ya'ni ham tekshirib ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Xo'p, narxini qancha deyapsiz? Bozor qancha qildi? 5000. Qancha qo'shsa berasiz 5 ga aka? Qanchalar kelishamiz aka? Biz savdosini qilib birdan chiqaramiz-da aka. 5200 naqd sanasa bitami? 5600 sanasin. 5600 a narxingizni baland ozroq. 5400 naqd sanaydi aka. 5400 larga gaplashamiz a. 5400 larga gaplashamiz deb agar narxi biz aytgan baland deyotgan bo'lsangiz, yana ham savdosini qilib ko'rishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Yetmay qolganiga nasiya savdosini qanday qilamiz? Umuman lojiga 10 kun 15 kun. Dokumentgacha. 10 kun 15 kunga qarab turamiz deb kimga qiziqsa bemalol chiqishingiz mumkin. Telefon nomerlaringiz aytsangiz. 50lik 370 98 55 kimga qiziqsa 98 55 kimga qiziqsa bemalol chiqib xarid qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldirdik. 2023-yil kraskalar top toza Gentra mashinasi 21 ming yurgan. Xo'p, metanlari bor, metan gazlari bor, 4-pokoleniya, xo'p, ABS sistemasi bor, konditsionerlar bor. Xo'p, mashinani yana ham tekshirib olishingizni tavsiya qilamiz, kraskasi, hadoylarini. Xo'p, 21 ming yurgan mashinani hadoylarini so'rab o'tirmaymiz, sababi agar yurgani halol bo'lsa, muammo bo'lmaydi hadoylarida. Xo'p, magnitofonlar bor. Yurganini bitta qarab olsak 21 ming, past 22 mingga boribdi. Ivokor polniklar tashab qo'yilgan, sizni qizdirgichlar bor. Chexollari yo'q. Xo'sh. Shumka bo'lmagan-a? Shumka? Shumkalari yo'q. Balonlari yangi holatda turibdi. Oddiy diska kalpalar taqib qo'yishgan. Bu 90 talikmi aka? 80 talikmi? 90 talik metan gazlari bor. Xo'sh. Orqa tomondan ko'rinishlarni ko'rsak, hadoylarda muammo yo'q-a? Aka mashina. Pachka holatda deyapti. Yana bir so'radik. Xo'sh. Narxini qancha deyapsiz aka? 12300 deyishyapti. Kelishamiz deyapti. Kimga qiziqsa bemalol chiqishingiz mumkin. Kraskasini, hadoyini, probeklarni bitta tekshirib olishingizni tavsiya qilamiz. Xo'p. Qancha qilib beramiz aka? Sizni podpiskalaringizga shu 12 ming qilib beramiz aka. 12 ming? 12 dan pasayib bitdan bitmaymi? Bozor qancha qildi? Yarim qildi aka. Yarim, 11,5 ming. 11,5 ga qancha qo'shsa beramiz? 100 qo'shsa beramizmi? Sal yursalar. 200 qo'shsa beramiz-a?
11700 larga bitadi. Deb kimga qiziqsa bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Biz so'ramaganlarni so'rab, savdosini qilib, yana ham tekshirib ko'rib olishingizni tavsiya qilamiz. Telefon nomerlaringiz 93'lük 93lik 886 886 75 normal. 7500 kimga qiziqsa bemalol chiqib farq qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldirdik. Yetmagan nasiya savdosini gaplashamiz bironaga. Nasiya savdolarini ham gaplashamiz deyishyapti. JKmi bu? Bu nechinchi yil? 22 23. 2022 ga 2023-yil JK Swit'dagi Gentra mashinasi. Kraskalar top-toza, qancha yurdi? 34 ming yurdi. Bu frigacha toza deyapti. Yana ham tekshirib olishingizni tavsiya qilamiz. Gazlar qo'yilmagan. Mashina toza holatda turibdi. ABS sistemalari bor, konditsionerlari bor. Xo'p, motorni ko'radigan bo'lsak, mana shunday holatda turibdi. Xo'p. Mashinaning ko'rinishlari JK Swit o'zini rodnoy balonlarida turibdi ekan. Xo'p, oddiy diska kalpasa taqib qo'yishgan. Xo'p, oynada elektronni. Xo'p. Polizlar tashab qo'yilgan, monitorlar qo'yilgan. Video registrator yo'q. 34500 ga yaqinroq yuribdi. Boshqa qo'shimcha jihoz ko'rmadik. Sizning qiziqishlar bor. Xo'p. JK Swit. Xo'p. Zapaskalar bor. Balonko'z tanklar hammasi joyida turibdi. Hali 34 ming yurgan, motorlarida, hadoylarida meni bilishim bo'yicha hech qanaqa kamchiliklari bo'lmaydi, xudo xohlasa. Yana ham tekshirib ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Xo'p. Mashina ideal holatda. Xo'p, buni narxi qancha ekan aka? 11300 kam bor aka. 11300 kam bor. Qancha kam bor aka? Bozor qancha so'rayapti? Qancha so'rab turibdi aka? Oxiri 10800 so'radi. 10800 10900 larga bitarmi bitmaymi? 11000 ga bitkazib beramiz. 11000. Bizni kanalimizdan ko'rib keladiganlar uchun 11000 ga bitkazib beramiz deb. Bizni kanalimizdan keladiganlarga 10900 larga bitsin shu. 10900 ga ham gaplashamiz-da. Kimga qiziqsa bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Biz so'ramaganlarni so'rab, savdosini qilib, yana ham praviga kraskasi hadoyini bitta tekshirib olishingizni tavsiya qilamiz. Telefon nomerlaringiz 90lik 281 281 75 00. 7500 kimga qiziqsa bemalol aloqa qilib xarid qilishingiz mumkin. Nasiya savdolarini gaplashsak bo'ladi. Nasiya savdolarini ham gaplashsak bo'ladi. Telefon nomerlarini qoldirdik.